Ko'chaga chiqib olgancha deyman. To'parib boradi bu. Ko'taring. To'parmasdan buni eng yaxshisi bo'ladan tortib chiqib ketish kerak. Qani bismillah. Hayotida ko'chani ko'rmagan. Hayotida birinchi marta chiqyapti. Bo'ynini bitirish, ikkala oyog'ini bitta Nima bo'ldi? Oyog'ini. Oyog'im nima bo'ldi? Ketdi, yuraveraylik. O'sh Dubay mashina. Bor benzinga bo'kib qoladi hozir. Hayotida ko'chani ko'rmagan. Ey, ko'tarib olishdan aytgandim buni. Kichkinasi unchalik saprativlasa qilmadi, oson bo'ldi ochiq. Lekin kattani boshqarib bo'lmaydi ekan. Barakasini bersin. Sherjoxonaga ham firmasini ta'zir qilamiz. Xohlasa ketdik bo'lmasa. Buni sherigini oldiga olib keldik. Mana kichkintoyimiz, mana kattamiz. Akam firma qilib qo'ygan. Amadenkalar, mana somon ham zo'r ish berar ekan. Aslida mana shu ichiga ham kirib bolalar boshqarar ekan. Aytib pulni ilib qo'ygan, hammasida bola bor ekan. Asl bo'lsa soat o'tib yoqishimizni, Xudo xolasa o'zidan ko'paysin, barakasini bersin. Sekin-sekin, hamma yo'q sekin-sekinlikdan boshlanadi. Bu ham kichkina edi, arzon edi, kattalashdi, qimmatlashdi. Xudo xolasa assalomu endi kamimizni to'ldiramiz. Buni bittasini o'qishga ketib qopti. Nasib bo'lsa endi 3 ta bo'ldi akamizda. Sharxonda Sherjoxon akaga berdik. Aka ham xursand, biz ham xursand. Barakasini bersin.